ofislarga, uylarga yoki o'zingizlarning xonanglarga yoki kimgadir sovg'a qilsanglar, o'zgacha sovg'a bo'ladi. Ko'rinishini qaranglar. Svetilnigi bor, ko'zga tushmaydi. Misol uchun kech payti yoqib qo'ysanglar ham, undan tashqari funksiyalar ko'p. 5 xil, 6 xilga yaqin funksiyasi bor. Birinchi bo'lib mana besprovodnoy zaryadkasi bor. Telefonni olasizlar, shuni qo'ysanglar mana. Besprovodnoy zaryadkasi bor, soati bor, budilnigi bor. Keyin telefon ulab turib, Bluetoothdan bemalol narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari fleshka ham qo'ysanglar, hozir yoruvda ham bitta ko'rsatib beramiz. Svetilniklarni bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Har xil yonadi, ranglarini qaranglar. Narxi ham zo'r chiqqan. Kerak bo'lsa bemalol zakaz qilib keyin aytgancha hozir bitta svet yoqib turib, orqasidagi funksiyalarni ham ko'rsatib beraman. Buni chiroyliligini qaranglar. Hozir telefondan olib turamiz. Xo'p, qaranglar. Bu shunday mana simsiz ham ishlayveradi. Mabodo besprovodnoy kerak bo'lsa simga ulasizlar, o'zi bu zaryadkali bo'ladi. Qaranglar mana. Orqa tarafida Type-C zaryadka, fleshka qo'ysangiz bo'ladi, USB-da keyin AUXda ham ishlatsanglar bo'ladi. Ovozlari ham, o'z ko'rinishi ham, tinuvligi bor. Bemalol kolonkadan ulab qo'yib narsalar qo'ysanglar ham ovozlari zo'r chiqadi.